bizni kursimizga 10 aprel kuni keluvdingiz. Mana bugun 22 aprel. Yana 2 kun shug'ullanishimiz kerak. Mana shu kursimizga kelgan paytingizda birinchi kuni nima kasalliklaringiz bor uchun kelgan edingiz? Manga birinchi qo'rquv, vahima, Aha. allergiya, Mhm. bel og'riq, bo'g'in og'riq, Mhm. ichak og'riqlar bor edi. Mhm. Keyin asabiylik bor edi menga. Mhm. Mana shu shular bor vahima edi. kasalligi nima bo'ldi? Tuzaldimi, tuzalmadimi mana shu 12 kun ichida? Vahima kasalligi yaxshi bo'ldim. Tuzaldimi? Allohga shukr, tuzaldim. Aha. Ana 4 kun, 3 kun, 4-chi kundan уже men yaxshi bo'ldimda. 5-chi kuni 100% vahima yo'qoldimi? Vahima keyin yo'qoldi. Aha. Qo'rquv ham yo'qolib ketdimi shu vahima? Qo'rquv ham yo'qolib ketdi. Aha. Haligi allergiya, nimadan allergiya kasalligingiz bor edi? Endi allergiya, endi bilmadim, endi allergiya kelgan payt mana shu tomoqlarim ham faqat choy ichib, objish, yerda ham objish ichib o'tirardim-ku. Aha. O'sha 3 kundan keyin yaxshi bo'ldimda, qolib ketdi-da. Yo'qolib ketdi. Yo'talib o'tirardim-da. Malades, malades. Bel og'riqlar nima bo'ldi? Bel og'riqlar bilinmaydi, yaxshi bo'lgan. Yo'qolib qoldimi? Qolib ketgan. Bo'g'inlarnikichi? Bo'g'inlar ham shunday. Necha kunda yo'qoldi? Ha shu 7 kunda. 7 kunda bel og'riq, bo'g'in og'riqlar o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Ichaklaringiz og'rirmidi? Nima bo'lardi? Ichaklarim ham bir berimda og'riq bo'lardi. Ozginadan keyin buyog'imga, keyin oshqozonga, mana shunda og'riq yurardi-da. O'sha ham yo'qolib ketdi. Necha kunda u yo'qoldi? Shu 7 kun, 8-chi kun yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi. Vobshe qolmadi ular. Nima ovqat bersak, barini yeyapsizmi? Yeyapman hammasini. Ovqatga bog'liq ekanmi, bog'liq emas ekanmi? Yo'q, endi qanday desam, endi odam o'zini siz aytgan narsalardan tiklab olish kerak ekanda. Siz tiklab oldingiz, o'shani sog'aytirdingiz, to'g'rimi? Shunday. Yana nima bor edi dedingiz? Asabiylik. Asabiylik bor edi, to'g'risi. Asabiylik qanaqa edi? U qanday bo'lardi? Har narsaga jahli chiqib ketarmidi? Janjallasharmidingiz, nima edi? Endi men to'g'risini aytsam, ozgina narsaga ham, shu oilamga ham bir taq gapira olmasdim, shu darav asabiy bo'lib ketaverardim. Hozir men umuman asabiy emasman-da. Asabiylashish yo'qolib qoldimi? Yo'q, vobshe asab bo'lmayapman hech nimaga-da. Hozir bu yerdan borganingizdan keyin siz uyga borganda boshqacha odam bo'lib borasizmi? Men to'g'risini aytsam, qandaydir bir boshqacha dunyoga tushib qolganday bo'ldim-da men hozir. Boshqa dunyoga, ana bu yerda dars o'tgandan keyin oldingisini o'ylasam bir g'alati bo'lib ketaman. Boshqacha bo'ldim-da darslardan keyin-da. Unda qanday odam bo'lgan ekansiz? Yaxshi odam bo'lgan ekanmisiz? Yomon odam? Bilmadim endi. Yomon odam bo'lgan bundan. Hozir ancha yaxshiman, asabiy qilmayman. Ha, kelin bilan telefonda gaplashyapsizmi? Nima deyapti kelin? Aytyapti, qandaydir siz boshqacha gaplashyapsiz. Yaxshi odam bo'lib qoldingiz deganday qilyapti ekanda. Shunday. Mana vahima kasallik necha yil sizda bezovta qiluvdi? Vahima kasallik to'g'risi bir 15 yildan o'zim bezovta qilardim. 15 yildan beri? 14 yil, 15 yildan o'zim. Qancha pulingiz ketgan unga? Ayni pullarni so'raman, lekin bitta mashina puli ketdimi? Men endi balnisalarda ko'p yotdim, 1-2 balnisalarda ham yotdim, yaxshi bo'lmadim. Undan keyin men ko'proq mana shu eskilikka olib bordilar-da, eskilikka. Bir joyga olib bordilar, quyonni yuragini yuttirdi. Yaxshi bo'lasan deb. Ko'p muolaja qildi. Bir joyga tovuqni yuragini yuttirdi. Keyin bir joyga uyimga olib kelib, bitta qo'chqorni so'yib, yuragini yuttirib shunday berib yubordim. Qo'chqor o'zini olib ketishdi, alas qilishdi, qon alas qilishdi. Men foyda ko'rmadim lekin shulardan. Rosa qiynalgan ekansizda. Qisqasi, men kurslarda aytyapman, odamlarga miyani quvvatini oshirish kerak deyman. Shu miyangiz quvvati oshganini sezdingizmi? Shunday sezdim. Yana bitta narsa, ko'pincha mana shu vahima, qo'rquv bor odamlar kechasi yaxshi uxlolmaydi. Oldin qanday uxlardingiz? Oldin lekin uncha uyqu yo'q edi, hozir uyqum ham yaxshi bo'ldi. Uyqu ham yaxshi bo'lib qoldimi? Mazza qilib uxlayapsizmi? Shu
4 soat, 5 soat yaxshi uxlardim-da. Ha. Zo'r borsam, shu 12larga uxlardim, shu 5ga uyqum qochardi-da. Ha. Hozir shu 10 bo'ldi, 10 yarim bo'ldi uxlab qolaman, soat 7largacha bemalol uxlayman-da. Bolalarning uyqusi paydo bo'lib qoldi-da Shunday, sizda. shunday. Bolalarcha uxlayapsiz ekanda. Shunday, yaxshi uxlayapman. Yana insonni ongiga o'tirib qoladi kasalman degan fikr dedim. Shu ham rost ekanmi? Hadeb kasallik to'g'risida o'ylararmidingiz? Shunday, shu faqat shu xayolimga shu edi-da. Xayolingizda shu edi. Hozir mana shu turganingizda necha foiz sog'lomsiz? Umumiy olganda men 100% sog'lomman. 100% soppa-sog'misiz? 100% Mana sog'lom. bundan keyin soppa-sog'lom yashashga qurbingiz yetadimi? Allohga shukr. Zo'r o'zingizni o'zgartirdingiz-a. Ha.